Assalomu alaykum, podpischilar, kuzatuvchilar. Hop, bugun bitta mashinani to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Qaysiki biz vaqtida sotgandik. Juda ограничение, chegaralangan nusxada kelgandi, nusxada ham donada kelgandi. Bu Jack oilasiga mansub bo'lgan crossoverlar ichida eng giganti, kattasi GS8 hisoblanadi. Ochiqni aytgan bo'lsak, biz boshida sotgandik, как eksperiment olib kelgandik. Buni xalq yaxshi qabul qilgandi. Keyinchalik biz buni ta'minlab bera olmagandik. Ma'lum bir sabablarga binoan bu biz bilan bog'liq emasdi. Logistika bilan shunaqa muammo bo'lib qolganligi uchun biz keltirib bera olmagandik. Endi alhamdulillah yo'lga qo'ydik azizlar. Mana qarshimizda turgan Jack GS8 hozir to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Men nima demoqchiman? Bundan obzordan oldin qarshimizda turgan to'ychoq ochiqni aytadigan bo'lsak, gabariti jihatdan bu nima bilan konkurensiya qila oladi deyishingiz mumkin. Men boshida ko'rgandim, bu gabariti jihatdan Jetour X90 ga ko'proq o'xshab ketadi. Kattaligi jihatdan, razmerlari jihatdan X90 ga o'xshab ketadi. Funksiyalari bo'yicha esa men bir o'rganib chiqqan paytimda X70. Aniqroq aytadigan bo'lsak, X90 va X70 o'rtasida. Cherry'da 8 Pro bilan 7 ni o'rtasidagi mashina. Nituda deydi-ku, shunaqa. Xitoyda bir shunaqangi an'ana bor. Agar misol uchun bir shablon bo'lsa, telefon ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, 8 ga 16 bo'lsa, hamma massiv 8 ga 16. Bu ham xuddi shunaqa. Bilasiz, Jack qo'pol qilib hamma tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, Xitoyning Toyotasi. Shu hozirgi paytda qolgan avtosanoatda o'zgarishlar qilish uchun mana shunaqa gigant crossover olib chiqyapti. Bu crossoverimizni aytadigan bo'lsak 7 o'rindiqlik 3 qator bo'ladi. Hozir hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Koja salonda, 100% salonimiz kojada. Bagaji ham bo'ladi. Tiniq hammasini ko'rsatib beramiz. Davay birinchi old qatordan, old ko'rinishdan boshlaymiz. Aytgancha Jackning logosi o'zgardi. Oldin dumaloqda JC yozilgan bo'ladigan bo'lsa, endi JC yozuvi mana shunaqa ko'rinishda. Endi rebranding emas, logotip, logo o'zgardi. Xo'p, oldindagi eskisi buni ko'zlanib yuqorida edi, dumaloq edi. Endi esa hozirgi paytda ommalashib ketgan lisanlardan olingan. Jackni yana oltisi ham xuddi shunaqa qilingan. Yuqorida dnevniy огни, kunduz kuni yorituvchi uzun polasa. Mana bu. Bu nimasi yaxshi buni? Bu qizimaydi va shu bilan birga akkumulyator tokini ko'p yemaydi. Ana shu uchun hozirgi paytda juda populyarni bo'lib boryapti. Yo'lni kechasi yoritish asosiy ko'zlari mana bu ikkita optik ko'zdan. Uzoq masofasini men o'rganganimda o'sha yerda 80 metr deyilgan dальность. Uzoqni yoritish masofasi 80 metr. Bular 80 metr, bu 80 metr yomon ko'rsatkich emas, zo'r ko'rsatkich hozirgi kunda. Xo'p, oldingi обрешеткamiz o'zgardi. Oldingisida biz bilgan bo'lsak, uzun chiziqlar bo'lardi. Endi esa mana bu shaxmatga o'xshagan yanada chiroyliroq qilingan. Xo'p, yana nima bor? 360 kamerani old ko'rinishi bor. Mana bu bor. Bu obmanka emas, ishlaydi, bor. Xo'p, adaptivni cruise control uchun, miya uchun joy qoldirilgan. Buni o'zingiz qilishingiz mumkin. Aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu biz ko'rayotgan ikkinchi pozitsiya bo'lganligi uchun bunda joy bor. Uchinchi pozitsiyasida esa shu bo'ladi. Shinaning razmeri 235 50 R19. 235 ga 50 R19. 19lik quyma diskada keladi va tormoz sistemalari diskali. Xo'p, arkalarimiz plastikdan qilingan. Men bitta narsani aytib o'tishim kerak. Haqiqatan ham respekt, уважуха. Qaysi avtosanoatki arkalarga befarq bo'lmagan. Mana bu yerlari va pastlari. Xo'p, podkrenliklar plastikda. Plastik. Krenni orqasida esa antikaroz bilan ishlangan. Bu uchun ham Jack sizga rahmat, sizlarga rahmat. Xo'p, 360 kamera bor. Endi motorga to'xtalamiz. Motor hujjatda ko'rsatilganligi bo'yicha 1,5 turbina. Hozir men ochib ko'rsataman. Motor полностью yopiq. Suv qo'yadigan bachokcha bor. Bu yerda. Xo'p, azizlar, men ko'rsatmoqchi edim. Bu полностью yopiq bo'lar ekan, qo'l kirmasligi uchun. Bu bir tarafdan yaxshi, sababi xavfsizlikni o'ylangan. Shunisi uchun ham rahmat.
Xo'p, motori xullas qarab 1,5 turbina, turbina motor, shumka qilingan. Jakni yana bitta eng afzal tarafini aytib o'tish kerak. Bularning metallining qalinligi 0,6 millimetr bo'ladi. Endi bagaj qismiga o'tamiz. Birato'la bagajni ko'rsataman, keyin salonning ichiga o'tamiz. Mashinamiz elektroprivodda. Xo'p, bagajimiz buni olib qaraydigan bo'lsak, litraj bo'yicha 100 litrlik bagajga ega. Endi buni qanchalik bagaj deyishga haqqimiz bor, yo'q, kommentar yozib qoldiring. 100 litrgina mana shunchaga sig'adi va bu yerda nisha bor. Nishaning ichida biz yaxshi ko'radigan nima? Shtorka bor. Ko'rsatamiz shtorkani. Olib. Orqada shtorkamiz bor. Bu shtorka nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Ana orqadagi ikkita deskini yig'ishtirib qo'yib, yig'ishtirgandan keyin bu yuk xonaga aylanadi. Yukni yopmoqchi bo'lsangiz, bu shtorka o'rnatiladi va tortib qo'yasiz. Tamom. Shu uchun kerak. Lekin bu yaxshi narsa. Bu uchun Jak, respekt, rahmat. Xo'p, pastida kulchlar bor, kulcha naborlari bor. Треугольник. Xo'p, damkrat. Shu boshqa nima ham bo'lishi mumkin? Oddiy komplektatsiya. Bu hammasida bo'lishi kerak bo'lgan komplektatsiya. Xo'p, yopdik. Buni zapaskasi pastda bo'ladi, mana bu yerda bo'ladi, qo'tirib qo'yilgan. Keyin bitta narsani aytib o'tish kerakki, hozirgi paytda mashinalar Euro 6 ga o'tgandan keyin Euro 5 da shunaqa edi, Euro 6 da esa zapaska ballonlar ham полномочный ballonga aylangan. Aniqroq Euro 5 larda 50 kilometrgacha yoki 80 kilometrgacha yurib qo'yilgan, 80 usturib qo'yilgan bo'ladi. Undan ziyod yurish mumkin emas deyiladi. Sababi u временный bu. Endi Euro 6 bo'lganligi esa bunaqa chegirmalar yo'q. Полномочный olib qo'yib almashtirib bemalol yurishingiz mumkin. Bu bir yangi insoniyat uchun qulaylik. Ixtiro. Orqa tomonda partronik bor. Oldinda partronik bo'lmaydi, lekin 360 kamera bo'ladi. Bagajligimiz elektroprivodda. Eski kuzovdan yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Eski kuzovdan yangi kuzovning farqi orqa stopda. Orqa stopimiz tomchi bo'lgan, ko'z yosh tomchisi pastga oqqan. Eskisida esa mana bunday bo'lardi. Kim eslab bilgan bo'lsa, shu orqasida bir turardi va bunaqangi polasa yo'q edi. Buna kelib turardi, bordi-yu, lekin bu yonmasdi. Bu yonadigan bo'lgan mana. Polasa polni yonadigan bo'lgan. Mana bu yerda ham orqa zadniy olgan payt yonadigan chiroq qo'yildi va salonga o'tamiz. Tashqi ko'rinishi shu azizlar. Endi salonni daskalarni o'rganamiz. Birinchi ko'zga tashlanadigan beskulchoy dostupimiz bor. Va mashina anti-ugon bilan miyasi boyitilgan, mana shu anti-ugonni bildiradi. To есть mashinani zlamat qila olmaydi. Siz bo'lmasligining paytida. Eshikning og'irligi, eshik dastatishni og'ir, mashina baland, obshivkalari yumshoq koja qilingan, mana. Plastik emas, akvaprintda, ruchkalar plastik va akustikasiga yuqorida pishalka, pastda esa kolonka, pastlarimiz karmashkamiz bor, plastik qilingan va akvaprintda, elektroprivodda 4 tala yon tomon oynalarni ko'tarib tushirish hammasi elektronikada. Stroshkalar tikilgan, natural, obmanka emas. Xo'p. Sidenya kojada va perforatsiyali, chunki bunda abduf bilan abagrev bor. O'rindiqlar isitish va sovutish funksiyalari mavjud. O'tiramiz. Torpedamiz yumshoq kojada, stroshkalar tabiiy tikilgan va datchikimiz bor. Avtoga qo'ygan paytingizda o'zi avtomatik tashqi ob-havodan kelib chiqqan holatda hammasi aniqlab boradi. O'rtada katta monitor, mana bu monitorimiz esa 12:3, haydovchiga ajratilgan monitor ham 12:3, juda ikkita katta monitor ajratilgan. Xo'p, tashqi deflektorlarimiz 4 ta, 1, 2, 3, 4 ta. Klimat zonasiga keladigan bo'lsa, klimat zonamiz 2 ta. Haydovchi o'ziga alohida qiladi va bu yerdagi odam alohida qiladi. Естественно, orqadagi odam shunga qarab o'ziga klimatni moslab oladi. Xo'p, o'rtadagi monitorimiz Androidda emas, lekin ana buni yurishini qarang, plavni yuriydi. Menga juda yoqdi. Bu bir odamga boshqacha bir ощущение beradi. Rulimiz kojada,
Tak, hozir buni qani past baland. Bu ikkinchi pasta bo'lganligi uchun past baland bo'ladi. Uchinchi pastada past baland kiradi va chiqadigan shunaqa funksiyasi bo'ladi. Hamma joy koja, qo'yil, haqiqatdan ham zo'r. Rulga to'xtaymiz. Rulimiz multirulda. Bu yoqda multimediani boshqarishingiz mumkin. Bu yoqda esa mashinaning menyusini boshqarishingiz mumkin. Mashinaning menyusini boshqarish juda oson, qiyinchilik joyi tug'dirmaydi. Xo'p, bardak to'xtalamiz. Bardak plastik va ichida kitobi bor. O'rtada qaraydigan bo'lsak, klimat kontrol nazorat qilish tugmalari, fizik knopkalar. Qarang, bu haqiqatdan ham oldingisiga nisbatan bu lekin bejirim chiqqan. Bunda беспроводный zaryadlik joyi bor, funksiyasi bor. Пожалуйста, va Type-C USB bilan zaryadlashingiz mumkin. Oldingisida yana bitta o'zgargan qismi shuki, korobka peredasi oldingisida variatorda bo'lardi, bunda esa transmissiyasi robot ekan. Robotlar bo'li yana aqlliroq bo'ladi va ikki xil rejimda yuriydi. Eko rejimda va snow degan qor, galalotda yuradigan qilingan. Bu uchun rahmat. Ochig'isi ana bu turishi xuddi menga Camry'ni eslatadi. Shunaqa. Menga keyin pult o'zgargan, zo'r, super. Va podstakanlik. Eng yaxshi ko'rganim shuki, alohida podstakanlik. Bu aynan lip motorda bor, aynan bularda bor ekan. Bu uchun rahmat. Podlokotnik jaklarni yana bitta eng katta jaklarni yutug'i shundaki, ularni hammasida xolodilnigi bo'ladi. Xolodilnikni qilishingiz mumkin. Ichimlik bir narsani qo'yib, meva sabzavot qo'yib, nahadu yeb ketishingiz mumkin. Xo'p, o'rindiqlarimiz 100% elektroprivodda deb ayta olamizmi? Ha, elektroprivodda. O'rindiqni mana men o'zimga moslayman va shu bilan orqa tomonga o'tib ko'rsataman qanchalik qulay yo qulay emasligini. Tomimiz polностью panoramada, shtorkasi bor va luki bor. Mana teng yarmisigacha ochiladi. Qo'yil. Endi orqaga o'tib ko'rsatib beraman. Orqa eshik oldingiga nisbatan yengil, ko'p yengil emas, yengilroq. Plastik, koja, akvaprint, elektroprivodda. O'rindiqlarimiz kojada perforatsiyali. Orqa tomonda ham isitish funksiyasi mavjud. Mana oldinni men o'zimga moslagandim. Endi bular katta mashina, crossover bo'lganligi uchun endi bularda buncha joy qoldi deyish uyat, chunki bo'lishi kerak bu. Nifigasi katta pul bergandan keyin bo'lasan. Keyin yana bitta eng yaxshi tomoni shundaki, zadni mos bo'lmaganligi uchun mana o'rtasi tekis. Mana shu eng yaxshi ko'rgan narsam bittasi shu. Va mashinamiz pastda adashmasam 2 sloylikmi, 3 sloylik shumka bilan keladi. Bunaqa mashinalarni sotib olgandan keyin shumka qilish ne обязательно, keragi yo'q. Endi 3-qatorga o'tib ko'rsatib beraman. 3-qator detskiy deyiladi. Detskiy menga qanchalik naqadar to'g'ri kelishini ko'rsatmoqchiman. Tushirish yuriydi. O'tamiz. Xo'p. Mana bunga joy ko'p edi. Ana men shu bo'yim bilan o'tiryapman. Ochiqni aytsam, juda qulay. Ana joy qanday? Ko'p tiqilmagan joy bor ana. Lekin samim deyli bu yer detskiy joy. Menga o'xshab katta yoshli odamlar uchun emas, detskiy joy va detskiy ikkita bu yosh bola o'tiradigan bo'lsa, bemalol mazza qilib o'tirib ketadi. Endi bu o'rindiq yotmaydi. Yotadigan joy yo'q, уже nekuda. Va podstakanliklari bor, zaryadlash portlari mavjud. Mana bu yerda bu esa orqa tomoni klimat kontrolini boshqarishingiz mumkin ekan. Misol uchun sovutishni qanchalik past baland qilishingiz, o'chirib yoqishingiz, hamma narsasi bor ekan. Bu uchun ham rahmat. Xullas kalon azizlar, bugun obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Airbaglar bo'yicha ko'zim tushib endi aytmasam bo'lmaydi. Obshi 4 ta, 6, 8 ta. 8 ta airbag bor ekan. Xo'p, bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlar bor, aloqaga chiqing. Qanaqangi ma'lumotlarni qoldirib ketgan bo'lsam yoki sizga yana bu mashina bo'yicha qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa,
kommentariyda yozib qoldiring yoki pastda nomerimiz bo'ladi, virtual nomerlar bo'ladi. Telefon qiling, menejerlarimiz javob beradi. Bu mashina hozir nalichida bor, shartnomalari ochiq, to'lov qilasiz. Kerak bo'lsa, boshlang'ich to'lovga, misol uchun hammasiga pulingiz yetmasligi mumkin. Boshlang'ich to'lov bilan olish niyatingiz bo'lsa, shuni ham kelishib, gaplashib beramiz. Hozirgi paytda bu muammo bo'lmay qoldi azizlar. Narx hozirgi paytda 300 million, 299 million 999 ming. Iltimosimiz like qoldiring, podpiska bo'ling. Sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Bu uchun pul hech narsa so'ralmaydi faqat, lekin bu bizga ilhom beradi. Dalshi ishlash uchun ilhom beradi. Hammaga yaxshi kayfiyat.